Жаным деп гүлнарам, күнде саған барам. Сенден хабар жоқ қой, салам менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам. Сүйдім сені гүлнарам. Hey, жаным деп гүлнарам, күнде саған барам. Сенден хабар жоқ қой, салам менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам. Сүйдім сені гүлнарам. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Туугандар, ушу үйдү сатыкка койгон болчук, даже видеого тартышка успеть этпедик. Бүгүн кардарыбыз келип, прямой Өзбекстандан учуп келип, алып отурган учуру. Туугандар, жүрүңүздөр, анда эмесе барып, бир сыйра маек куралы. Ассаламу алейкум. Нурсултан, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Tinch kelip aldыңызбы? Эсен аман. Xudoga shukr. Zo'r keldim. Mana shu oldingizgacha kelishga o'zingiz o'rgattirdingiz. Yo'l-yo'lni ham hammasini yo'l-yo'lakay telefonlashib keldim. Yaxshi, qiynalmasdan yetib keldim. Juda yaxshi joylar ekan. Mana 1 gektar yeri bilan, mana bu daraxtlar, mana bu hamma narsasi shunga qarar ekan. Mana shuni Nursulton ukamdan oldim, xudo xolasa. Yaxshi joylar ekan. Xudo xolasa mana shu yerlarga mol qilmoqchiman. Mol qilish uchun poliyasi juda katta, orqasi bemalol qancha yursa bemalol joy ekan. Mana shunga qiziqib oldim, xudo xolasa. Men ham oldin chiqmasdan qanaqa joylar ekan, borsammikin, bormasammikin deb chiqdim. Yo, yaxshi, zo'r ekan. Musulmon aka, zo'r ekan. Sizdi prямой O'zbekistondan keldingiz akam? Ha, prямой O'zbekistondan Moskvaga tushdim. Moskvadan bu yerga elektrichkada keldim. Moskvaning, O'zbekistonning qaysi shaharidan keldingiz akam? Men O'zbekiston Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidanman. Chiroqchi? Ha, Chiroqchi tumani Chiyeldanman. Chiyel desa hamma biladi. Ha, Cheldi qishlog'idan. Ha, Chiyel qishlog'i, Chiyel. Chel qishlog'idan. Chiyel Yaxna qishlog'idanman. Ha, Chel Yaxna qishlog'idan. Ha. Aka, uy yoqdimi самый главный? Yoqdi uy. Yoqdi uy. Bo'ladi, zo'r. Zota puli arzon. Ha. O'zimizda bu pulga shu joyini ham bermaydi, yerining o'zini ham bermaydi o'zimiz. Bu uy puyi bilan sotib olyapman. Zo'r, xudo xolasa yozda kelib yashashga ham zo'r. Salqingina ekan, yozda ham chang, to'zon yo'q dedi bu yerda. Mana shuna qiziqib keldim. Musulmon aka, uyingiz nasib qilsin akajon. Katta rahmat. Xudo xolasa jozda kelib, mana yerda so'ri qilib olib, chayni ichamiz da bir oshdidamda, akam. Ha, nasib. Xudo xolasa. Ha, o'rtoqlarim chaqiraman yozda. O'rtoqlarimga va'da berib kelganman, sizlar yozda chaqiraman. Ko'lga boraman. Bu bayog'i o'rtog'ingizga ham salom aytib keting akam, baya Nursultonga ishonsa bo'ladimi degan. Nasriddin aka. Nasriddin akaga salom ayting aka. Ha, aytaman, salom aytaman. Aka, hammasi yetkazaman. Xudo xolasa mol qilaman degan maqsadda kelibsiz-da endi, bu yoqqa. Mol qilaman. Mol ham qilaman, xudo xolasa. Eng birinchi navbatda men shu yoz issiq changlarda juda qiynaldim. O'zimizda bu yerda chang yo'q deyishyapti. Yozda mana ko'l ko'p, 500 tadan ziyod ko'l bor deyapti. Mana shu salqin joylarda yozda o'tkazmoqchiman, xudo xolasa. Ha, dam olib deng, ha? Dam olib. Dam olasizda bu yoqda qarang, toza. Havosi toza ekan, akam, bu yoq. Havosi yaxshi. Juda toza, zo'r ekan. Mana bu qor. Qorni qarang, biz qorga zo'rmamiz. Zo'r hammamiz. Bu yerda qor mana juda ko'p qor. Zo'r havosi. Musulmon aka, demak Nursultonga ishonsa bo'ladimi ekan aka? Nursultonni men bunday yaxshi yigit deb kutmadim, to'g'risi. Mana. Kelib juda ko'nim to'ldi. O'zi kelib kutib oldi. Mana o'zi hamma joyga borib ko'p variantlarni ko'rsatdi. Shu variant yoqda oldim. Mana. Nasib qilsin akajon. Katta rahmat. Uyingiz yaxshi uylardan bo'lsin. Qana bizning ko'ruvchilarga juringiz uydan için bir sıra ko'rsatib o'tali. O'zbekistonlik obunachilarimga aytaman. Videoga klassni bosib, gazni bosingizlar, like'lardan bosingizlar, podelitsa qilingizlar. Kelaversin, bizga shu yerda sherik bo'ladi. Har zaman zerikkanda choyga chiqib turamiz. Ko'payaversin O'zbekistonliklar, umuman O'zbekiston, O'rta Osiyo ko'payaversin. O'rta Osiyo ko'payaversin, akam. Qirg'izistondan, O'zbekistondan, Tojikistondan bardigi kelsin. O'sha yerda kelib aka-uka bo'lib yashayveramiz, tug'anlar. Ko'rdingizlar-ku? Mana shunday uy. Juringizlar, akamdan olgan uyning için bir sıra ko'rgazib chiqayin sizlarga. Mana tug'anlar, shunday bo'lgan uy 1 gektar jeri bilan jayit, nar jag'i pol ekan tug'anlar. Sarayı var, banyası var, büt bardıq условиясы var. Monday bo'lgan dеревня tug'anlar. Жолдун жегиндеги үй экен. Жүрүңүздөр için барып bir sıra көргөзөйүн. Так, үй болсо 30 квадратный метр екен. Жери 1 гектар жер екен туғандар. Ушундай болгон үй. Жүрүңүздөр. İçin көрөлү.
Musulmon aka? Kelaveraylikmi uyga? Ruxsat bakam? Ha? Ko'rsataman. Qana bismillah. Uyimni ko'rsataman. Endi bizga bizning O'zbekistonlik obunachilarimizga ko'rsatasan endi uyda bir sira. Qana Ko'rsataman. Kelingizlar. qana bismillah. Turingizlarchi. Tak, kirganda bu yoqda tuğanlar monday bo'lgan koridor ekan. Shunday koridor bor ekan. Mana, Qana juringizlarchi tuğanlar? mana. Bu padiz. Ha. Padiz o'zimiz ayvonam deymiz. Aha. Mana shu padiz. Mana bu yerda chap tomonda katta spalni xonasi bor ekan. Kirib ko'rsak bo'lar ekan. Ha, kiring. Bemalol ko'ring. Bismillah. Bu yoqda jata turgan bölmesi ekan, ha? Ha. Jata turgan bölmesi, divanlar var ekan monday. Yotoqxona deymiz biz. Aha. Xo'sh. Keyin mana bu yerda o'zida piramid kuxnyasi ham o'zida. Aha. Gaz, plita. Mana shu rakvana hammasi bor ekan mana shu yerda o'zida. Tak, bu jog'i kuxnya ekan. Bu joq jata turgan bölmesi ekan tuğanlar. Shunday bo'lgan uy ekan. Tak, juringizlar kuxnyasini ko'raylik. Bu joqda kuxnya. Ha, gazı var ekan tuğanlar. Pechkasi dili var ekan elektrichеский. Bu joqda rakvinasi var ekan tuğanlar. Aha. Nar joq komnatalarında ko'rsataylik. Musulmon aka. Tak, bu joqqa sarayga chiqib ketadi akam. Sarayga chiqib. Yoqdan sarayga chiqibdi ekan. O'zimizda molxona deymiz, molxonaga chiqib ketdi ekan. Ha, molxonaga chiqib ketadi. Hali uni ham baqircha ko'rsatamiz. Aha. Mana kirganda yana bitta bo'lma. Aha. Bu yerda dag'i bir bölmesi var ekan bunday bo'lgan tuğan. Aha. Bu joqda Yana bitta xona bu yerda. ha, bu yerda dag'i bir xonasi var ekan, ha, kirib ko'ray. Kiring. Monday bo'lgan xonasi var ekan tuğanlar, ko'rdingizlarmi mana? Bu joqda bu как летний ekan-da akam? Ha, letniy. Aha. Jozda xudo qalsa mehmonchilikqa kelamiz endi sizga. Jozga juda zo'r ekan-da. Oynalarni ochib qo'yib, jozda o'tirgan zo'r ekan. Aha. Tak, juringizlar. Sarayni ko'rsataylik tuğanlar. Tak, bu joqdan chiqqanda sarayga dag'i chiqib ketadi ekan. Bu joq saray bo'lib qoldi tuğanlar. Saray. Molxona. Molxona. Buyursa, endigi jozda kelsak Musulmon aka bu yoqqa mollar botpay ketadi ekan-da, inshaalloh. Molga to'ladi nasib bo'lsa yozda. Ha, mol qilasizda bu joqda büyüt. Muna tuğanlar bu jog'i garaj ekan bu joq. Mol joqdan mashina kire turgan. Bu joq varatalar ochilib, mashina kiradi ekan, ha? Musulmon aka. Mal garaj qilmasa ham bo'ladi. Mol bergan molga joy qilsa ham bo'ladi. Mashina solib qo'ysa ham bo'ladi. Mana. Mashina shart emas, men daraxtlar ko'p ekan, soyasida turaveradi. Ha. To'ppa-to'g'ri aytasiz. To'ppa-to'g'ri. Bu joq garaji bo'lsa, bu joqda dag'i sarayi dag'i bor ekan tuğanlar. Monday bo'lgan saray. Svetini kuygizib olib turibsizlar bu yoqdan, svetin. Qayerdan olsa? Svetin nar joqdan janat ekan. Ha. Svetini yaxshi isdan chiqibdi, mana shu yer. Katta molxona ekan mana shu yer. Saray desa ham bo'ladi. Bizda molxona deymiz, molxona mana katta molxona. Mol uchun atay. Aha, mana ko'rdingizlar tuğanlar. Shunday bo'lgan uy ekan. Uyning sırt jag'ынан shunday ko'rinishgan. Hozirgi kirib chiqqan sarayimiz. Tak, bir sira tet yoqdan beri ko'rsatayin sizlarga. Mana tuğanlar uy bu jag'i saray ekan, qarangizlar. Өте соның состоянияда екен. Мол жақ жанағы kirib chiqqan saray вороталары. Тетігі жақта банясы бар екен туғандар. Банясы. Бұл жақта 1 гектар жері плюс нар жағы поле екен. Қалашынша қалаған жерге малды айдай өрет екенсің туғандар. Ушындай вариант. Мына туғандар ушындай вариант екен. Құда қаласа мол жаққа екі дарақтың ортасыға кәчелені қылып алып, мояқа шашлыктарды қылып, аштарды қылып, Мұсырман ка? Құда қаласа. Yazda məni şu daraqtaga Xudo xolasa özüm bir stol qoyub aşqı verəmən. Xudo qalasa, Xudo qalasa. Yerdən özümün ortalarımı çağıraman Qaşqadarədən. Nasir Nəka degan ortağım var. Başqa sinifdaş ortaqlarım var. İlbay, Murad, Şurət, hammasını çağırıb mən şu yerdə stol qoyub bir özüm çağıraman. Hammasını mehmon qilaman çağırıb. Mana, uqdingizlar akalar. Kelsangizlar Xudo qalasa, bunu sherda oshti qilib, maza qilib o'tiramiz. Shunday variant tuğanlar. Xudo xolasa mana shu uyni oldim. Mana dokumentlari qo'limda. Bittasi yerniki, bittasi uyniki. Ana O'zbekistondan kelib, yoki bo'lmasa boshqa yerdan kelib olish uchun
hech qanday narsa shart emas ekan. Shu 15 kunlik migratsion karta beradi aeroportdan tushganda. Shuning o'zi bilan bitta pasportni piroti bo'lsa bo'ldi ekan. O'sha bilan hamma ish bitar ekan. Pirovotning pasportini o'zimiz qildirib berdik, akam. Pirotning pasportini ham o'zi qildirib berdi Nursultonni. Men hech narsa qarashmadim, dokumentlarim hammasini o'zi qilib berdi. Mana bugun qo'limga oldim dokumentni. Hech qiynalmadim. Hammasi zo'r. Xursandman mana uyni Xudo xolasa endi yuvamiz deb Xudo xolasa bugun yuvamiz, Xudo xolasa. Bugun yuvamiz. Ha. Mana shu uyni Nursulton bitkazib berdi. Rahmat Nursultonga. 650 ming rublga oldim. Mana arzon o'zimizda dollarda 6,5 ming bo'lishi mumkin taxminan. Plus minus shu atrofda. Mana arzongina oldim. Ko'nglim to'ldi juda. Yozda Xudo xolasa mazza qilib kelaman shu yerga ko'chib. Yana O'zbekistondan, Qirg'izistondan, boshqa joqlardan kelem degan tuğanlarga qanday savet beradilingiz, akam? Bu yerda sharoit juda zo'r ekan. Kelingizlar, mana arzongina uylar bor ekan. Ko'paylashaylik. Mana shu yerda O'rta Osiyo mahallasi bo'lib o'zimiz hammamiz bir-birimizga bordik, keldi qilaylik. Kelingizlar, mana zo'r ekan. Ana. Men ham oldin shunday deysam, men qanday bo'lar ekan deb uydan ikkilanib chiqdim. Mazza qilib xursand bo'lib qaytayapman mana. Bugun qaytaman Xudo xolasa kechga. Musulmon aka, o'ko'z qancha söylashdik telefonda, akam, ancha söylashdik, ha? Ikkalamiz bir oydan beri so'ylashib yurdim men. Telefonda. Telefonda bir oydan beri gaplashib yurdim. Kecha Uchib keldim. Kecha anaga Moskvaga kelib tushdim keyin. Kecha ertalab Moskvaga kelib uchib keldim. Keyin bu yoqqa keldingiz, akam. Keyin siz oldingizga keldim. O'zingiz to'sib oldik, ko'rsatdik. Mana akam. Qo'qdingizlar tuğanlar. Hakama dag'i bir jol uy nasib qilsin. Musulmon aka, uy qutli uy bo'lsin, akam. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Nasib. Mana o'qdingizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon turingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.